Bu meni ma'ruzam, ushbu ma'ruzam Argis Proning imkoniyatlariga bag'ishlangan bo'ladi ma'lumotlarni raqamlashtirish borasida va GIS tizimida tahrirlash ma'lumotlarida, ya'ni bularni ham sifatini ham tezligini oshirish bilan bog'liq bo'ladi. Avvalambor taqdimotimizni qisqacha men sizlarga rejasini tanishtirib o'tmoqchiman. Bu judayam bir murakkab, mashaqqatli va ko'p vaqtni talab etadigan mehnat. Keyin esa bizlar qisqacha buni hammasini ko'rib chiqamiz. Har bitta asbobini bizlar o'rganamiz alohida va bu jarayonni bu sizlarga yordam beradi Argis Proda tezlatishga va oxir oqibat sizlarga bizlar jarayonni ko'rsatib beramiz, qanday qilib ya'ni raqamlashtirish jarayoni ketishini va albatta eng oxirida savol javob sahifasiga o'tamiz. Endi esa mana raqamlashtirish aytganimdek, bu judayam bir murakkab, mashaqqatli jarayon va bizlar nimani tushunishimiz kerakki, buni asosida har qaysi tahliliy ma'lumotlarda sizlarga aynan sifatli ma'lumotlar kerak va bu sifatli ma'lumot nimadan olinadi? Bu aynan rasmlardan, skanlardan, qog'ozda shaklidagi ma'lumotlardan olinadi va bularni hammasini bizlar raqamlashtirishimiz kerak bo'ladi va hozir yana bir muhim narsani endi yoqmasa-da tan olishimiz kerak bo'ladi. Hamma narsani bizlar hozirgi kunda raster xaritalarni bizlar raqamli formatga o'tkaza olmaymiz. Ya'ni hatto tasavvur qilingki, bizlarda hatto yaxshi misol o'rgatilgan neyrotarmoq ham buni bizlarga 100% o'tkaza olmaydi. Ya'ni bizlar buni hammasini yana ko'rib, yana qayta tekshirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni mazkur ma'lumotlarni bizlar aniqligini qanchalik zarurligini tushunadigan bo'lsak, albatta bu darhaqiqat murakkab va muammoligini, jarayonligini tushunyapmiz. Ya'ni bundan tashqari bizlarda ya'ni o'zlarini o'rtasidagi masalalar, ya'ni bizlar ko'pgina odamlarni joriy etishimiz kerak bo'ladi va bu biz endi qancha odamlarni jalb qilsak, bu odamlar hammasi ham malakali mutaxassis bo'lmaydi. Ular tez ishni tashlab ketadi degan odamlar, ya'ni mana shu raqamlashtiruvchi mutaxassislarimiz ko'pgina xatoliklarga yo'l qo'yishlari mumkin bo'ladi va oxir oqibat bizlarda yaxshi bir natija olish uchun bizlar mana shu xatoliklar, yo'l qo'yilgan xatoliklarni tuzatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Argis Pro tizimi qanday qilib bizlarga mazkur muammolarni yechishda yordam berishni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bizlar butun jarayonni ikkita muhim bir qismga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Birinchisi ma'lumotlarni kiritish, ikkinchisi ma'lumotlarni tekshirish. Ikkala yo'nalishda ham Argis Pro sizlarga ko'rsatadigan narsalari ko'p deyman. Ya'ni bu yerda bizlar ko'pgina ilg'or tahrirlash asboblari ham bor, lekin ma'lumotlarni bizlar tekshirmoqchi bo'lsak, u yerda birgina qismi bor, bu topologiya, lekin bularni bitta narsa bilan cheklanib qolmaymiz. Ya'ni buni ichida ko'pgina qamrovli tushunchalar yotadi. Endi nimani muhokama qilamiz? Avvalambor bu domenlar va qismlar nimani qanday qilib bizlar tushunishimiz mumkin bo'ladi. Mana tasavvur qilingki, bizlarda muayyan bir ma'lumotlarni klassi mavjud, sinfi mavjud va mana shu sinfni bizlar tasniflamoqchi bo'lsak, bunga bizlar o'ziga yarashirli kichik tipni berishimiz, kichik nurlar berishimiz mumkin bo'ladi. Bizlarda misol mana bu status bo'lishi mumkin, ya'ni maqomi, ya'ni bu tanlangan yoki hozirchalik bunda hech qanday mana qismlarni olsak, ya'ni sinovlardan o'tkaza olmaymiz. Nimagaki hozir bu yerdagi tuproqlar muzlab qolishi mumkin. Ya'ni buni bizlar amalga oshirmoqchi bo'lsak, bizlar qator bir belgilarni aniqlashimiz kerak bo'ladi va bu yerdagi qismlar mana shu obyektlar qismini bizlar saqlab qolishimiz kerak bo'ladi va bundan tashqari bizlar mana shu kichik qismlarni qanaqa qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bular uchun bizlar domenlarni tayyorlasak bo'ladi. Bular nima degani? Bu sizlarning atributlaringiz uchun yo sifat yo miqdor belgilari, ya'ni bular muayyan bir diapazonda chegaralarda bo'lishi mumkin. Bizlarda mana
provalarning turi, provalarning kim olganligi, ya'ni mutaxassis hamma mana shu ma'lumotlarni bizlar yoki to'ldirishimiz kerakmi yoki kerak emasmi, ya'ni bizlar shunday qilib domenlarimizni to'ldirishimiz kerakki, bu faqatgina tegishli atributlarni bizlar kiritishimiz uchun kerak bo'ladi, yoki mana provani faqatgina kodini yoki turini bizlar va uni olgan shaxsni, mas'ul shaxsni bizlar ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. E, ya'ni bizlar nima uchun tanlamaganimizni ham belgilashimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam bu aks holda bu kerak emas. Nima uchun bu bizlarga kerak? Nimagaki bu bizlarga mexanik xatolarni oldini olishga yordam beradi va misol bu yerda qo'lga yozma kiritganda qandaydir ma'lumotlarni siz misol qoldirib ketgan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa tahliliy joyida hududiy tahlilni o'tkazganingizda bu ko'pgina jiddiy muammolarga sababchi bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari bizlar shu atributlar va ya'ni qaram bo'lgan ko'rsatkichlarni muhokama qilsak, ya'ni bu yerda sizlar aynan yaratish darajasida, domenlarni yaratish darajasida kiritgan ko'rsatkichlaringiz bo'lishi mumkin. Bizlarda mana bu yerda skrinshotimiz hozir turyapti, ya'ni pastda chapdagi burchakda bu yerda ko'rib turganingizdek, mana domenlarni bizlar to'ldirayotganimizda mana shu keltirilgan atributlar asosida sizlarga imkoniyatlar, ya'ni uchinchi eng so'nggi atribut uchun ma'lumotlar keltirilishi kerak. Bizlar misol o'simliklar uchun ma'lumotlarni kirayotganimizda mana turlarini belgilab beramiz, tuproqlarni relyefdagi qanday joylashuvini ko'rsatib beramiz. Keyin esa mana o'simliklarni turini bizlar belgilab beramiz va bunga qarab bizda ular o'zi, ya'ni filtrdan o'tkazgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda misol bizlarda qandaydir faqatgina butazorlar bo'lishi mumkin, o'sishi mumkin va bundan tashqari bizlar atributlarning ko'rsatkichlarini ham belgilab berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bular yangilanib boradi real vaqtda va bu ma'lumotlarni bizlarga tahrirlashga yordam beradi. Jumladan bu aynan geodezik ma'lumotlarni va maydonni bizlarga hisoblashda qo'l keladi. Yana qisqacha sizga bir narsani ko'rsatib o'tmoqchimanki, bizlarda ikkita raqamlashtiruvchi mutaxassislar bo'lsa, ular bizlarga xuddi shu bitta obyekt bo'yicha ma'lumotlarni kiritadigan bo'lsa, ya'ni bittasi mana qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishi mumkin bo'ladi, ikkinchi esa hammasini aynan qo'l yozma kiritsa bo'ladi va ko'rsak bo'ladi kimdan qancha vaqt talab etganini. Ya'ni bu yerda mana birinchi bizlarni atributlarimiz qo'l yozma tarzda to'ldiriladi va muayyan bir vaqtda ular mana shu kiritilgan domenlarni belgilab beradi va bu yerda ko'rib turganingiz mana 50 soniya vaqti ketdi bitta ma'lumotni raqamlashtirishga va boshqa raqamlashtiruvchi mutaxassisimiz esachi ular o'zini ishini murakkab tarzda davom ettiryapti va unda 1,5 daqiqa vaqti ketdi. Qarang, 40 soniya unchalik bir muhim ahamiyatga ega bo'lmagan, to'g'rimi unda vaqti, lekin siz mana shu ma'lumotlarni ish kunni, ya'ni 4 soatiga siz yoyadigan bo'lsak, mana qarang, 10 tarafda o'tirgan mutaxassisimiz 160 ta obyektni raqamlashtira oladi. Qolganlar esa mana samara yordam beradi. Nimaga? Bu yerda qandaydir xatolarga bizlar yo'l qo'ymasak va yana bir muhim narsani aytishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun bizlarda qancha domen bo'lishini bizlar bilishimiz kerak bo'ladi va samaradorlik mumkin va bundan tashqari hozir bizlar raqamlashtirish masalalarini gaplashsak bo'ladi. Ya'ni bularni hozir men alohida aytib o'tmoqchiman va qanday qilib bizlar vaqtimizni endi hamma narsaga ajratsak bo'lishini mumkinligini bizlar aytmoqchiman va bundan tashqari men yana bir muhim narsani aytmoqchi bo'lganim,
bu bizlarga aynan obyektlarni bir shakllarni ham bizlar yaratsak bo'ladi. Va bu nima degani? Ya'ni sizlar buni raqamlashtirsangiz bo'ladi, vaqtingizni raqamlashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni buni ham o'ziga yarashirli tugmalarni qo'shsak bo'ladi va bundan tashqari e, ya'ni qanday qilib animatsiyalarga qo'shsak bo'ladi va bundan tashqari e, o'zingizga moslatsangiz bo'ladi bu hamma ma'lumotlarni. Va yana bir muhim narsa, hozir ma'lumotlarni bizlar birgalikda tekshirsak bo'ladimi? E, Mana topologiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu bizlarga mana shu hududiy ma'lumotlarga tayansak bo'ladi. E, va bular bir-biriga ya'ni bularni hududlarni ko'rsak bo'ladi va ya'ni chegaralardan chiqib ketmasligi kerak bo'ladi. Ya'ni shunday qilib bizlar ma'lumotlarimizni tekshiramiz va albatta bizlarga mana inspektorlarimiz ham bu yerda mavjud va albatta buni yarim avtomatik tarzda mana shu xatolarni tuzatishga yordam beradi. Va albatta bizlar bu yerda ko'rib turganimizdek mana hozir yer uchastkalarini ham ko'ramiz. Bizlarda ma'lumotlarni muayyan bir sinflari majbur, bu uchtadan majbur, bu ya'ni poligonal qatlami, mana shu uchastkalarni chiziqli chegaralari va tochkalari, ya'ni nuqtalari ham mavjud. Va albatta bizlar buni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana poligonlar bir-biriga o'tib ketishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bu judayam muhim narsa va bu yerdagi chetga ko'rsatkichlar ham chetga chiqib ketmasligi mumkin. Ya'ni mana shu chiziqli qatlamdan chetga chiqmasligi kerak bo'ladi. Va endi esa bizlar hozir web editor haqida so'z yuritadigan bo'lsak, Konstantin bu masalani bugun alohida aytib o'tdilar bugungi tadbirimizda. Va yana bir muhim narsa, ko'pgina vaqtingizni men olmayman takrorlashga va bunga o'zingiz ko'rib turganingizdek, endi bizlar web editorda imkon qadar bizlar harakat qilyapmiz. Ya'ni bu degani web editordagi hozir va MapViewer'dagi barcha masalalarni ko'radigan bo'lsak, darhaqiqat bular hammasi yeru osmon degandek. Ya'ni bular hammasi mavjud bo'ladi va albatta bularni bizlar yaxshigina maqbullashtirilgan holga ketadi. Va bundan tashqari bizlar aytib o'tmoqchimizki, ya'ni bizlar mutaxassislar ham o'zimizni qandaydir qo'shimcha ma'lumotlarni yo'llashimizni ham ehtiyoji yo'q. Ya'ni sizlar mana shu uchot ma'lumotlarini kiritishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bular mana web brauzer asosida avtorizatsiyadan o'tishi mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari endi esa bizlar mana hozir namoyishimizga o'tmoqchimiz va albatta bu yerda muayyan bir sessiyani hozir bizlar o'tkazamiz. Va bundan tashqari yana bir muhim narsa, qanday qilib bu ishlaydi. Ya'ni bu hozir men sizlarga aytgan ma'lumotlar qanday qilib ish berishini alohida men sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bu yerda Argis Pro'ni ish beruvchi tizimi, ya'ni ishchi tizimiga hozir kirib boryapmiz. Ya'ni bu yerda ham kichik tiplar topologiyalarimiz ham bor va bundan tashqari mana shu funksional hududlar kiritilgan qatlam uchun bizlar podtiplarni yaratishimiz kerak bo'ladi, kichik tiplarni. Va bu bizlarga ham yordam beradi. Ya'ni biz bu yoqqa o'tganimizdan keyin o'zingiz ko'ryapsiz, bu qisqachagina ko'rsatkich va aynan bu yerda bizlar mana podtiplarni yaratamiz. Ya'ni bu deganim hozir bu turar joy deylik va
bundan tashqari bu yerda ma'lumotlaringizni optimizatsiya qilsa bo'ladi va bularni ya'ni maqbullashtirganimizdan keyin o'zingiz ko'ryapsiz, bu bizlarda uchta kichik si bo'lyapti va bundan tashqari ma'lumotlarimizni bizlar saqlab qolishimiz mumkin bo'ladi bu yerda. Mana qarang, bizlar mana shu geo ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni mana shu ma'lumotlar klassiga o'taylikchi, sinfiga, va bu yerda ko'ryapmiz nima bo'lyapti. Bizlar bu yerda ya'ni topologiyani yaratsak bo'ladi. Va bu yerda o'zingiz ko'rib turganingizdek, ya'ni bu yerda qaysi hududiy sinflar ishtirok etishini ko'rsatamiz topologiyada, va bu bizlarga albatta yordam beradi mana shu funksional hududlarni aniqlashga va bu yerda har qaysi patsibul ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'zingiz ko'rib turganingizdek mana hammasi bir joyda bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni qaranglar, shunday qilib sizlar ko'pgina ma'lumotlarni yaratsangiz bo'ladi, ko'pgina o'ziga yarashli qoidalaringiz ham yaratsangiz bo'ladi va o'zingiz ko'rib turganingizdek ma'lumotlar klassida mana o'zingizni topologiyangiz ham kiritilgan bo'lishi mumkin. Jumladan mana o'zingiz ko'ryapsiz, mana rastrni biz bu yerga bog'ladik va albatta bizlar ko'pgina ma'lumotlarga qaraganimizda o'zingiz ko'ryapsiz va bu topologiya bu yerda qoidalari ishlab va buni muayyan qismi oldindan raqamlashtirilgan edi. Va bundan tashqari mana o'zingiz ko'ryapmiz, panelda ham bu o'z aksini topgan va bu yerda qaysi xatolarimizni turlarini ham bizlar ko'ryapmiz va bu yerda mana hozir bizlar ko'ramiz, ya'ni bu yerda qaysi xatolar bo'lyapti. Va bu yerda o'zingiz mana xatoni ko'ryapsiz qanaqa qilinganligini va bu yerda ham raqamli ham poligonal obyektlar bor, lekin mana hozir mana hammasini sizlar ya'ni ko'ryapsizlar va bu yerda yana bir yo'llari bor. Qanaqa qilib, ya'ni yana bir narsani alohida, ya'ni batafsil ko'rmoqchiman va buni men har bittasini o'zim ko'rib chiqmoqchiman va mana bu ma'lumotlar hozir xato emas. Nimagaki mana hozir PDPga qaraganda bu o'tyapti, ya'ni chegaradan chiqib ketyapti. Bizlar buni istisno tariqasida belgilaymiz va yana bir nimani ko'ryapmiz. Bu yerda ya'ni bu qismini yaxshigina raqamlashtirmagan yetarli darajada. Shunisiga bizlar hozir mana o'qni ajratib beryapmiz va bu yerda generalizatsiyadan foydalansak bo'ladi, asboblardan, ya'ni bu narsani yo soddalashtirish yoki mana muayyan bir diapazonda harakat qilsa bo'ladi. Mana bu narsa menga ma'qul va mana bu yerga bizlar generalizovat degan joyga bizlar qo'shganimizda bu bizlarga yaxshi bir ko'rsatkichni beradi, ya'ni yo'lni ko'rsatkichini. Va bundan tashqari yana bu bizlarga qanaqa xatoni berganini ko'rsatyapti. Ya'ni bu narsa bizlarga mana kichik hajmda ko'rinmasligi ham mumkin bo'ladi. Ya'ni bizlar bu xatoni o'tkazib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari bu narsa, ya'ni yo'l bu yerda tutashmasligini ko'rib turyapmiz va buni birgalikda bizlar bitta mana bir asbob yordamida yechimini topsak bo'ladi. Va qanaqa qiladi? Mana shu ma'lumotlar sinfdagi hozir attributlarni bizlar ko'raylik va bu judayam muhim narsa. Bu ya'ni bu geodezik bir masofa bo'ladi deylik va bunga o'ziga yarashirli mana attributlar ya'ni talablari ham belgilangan. Buni ko'rsak bo'ladi. Bu qanday qilib ya'ni bu tarafga tortsak bo'ladi, bu tarafga ya'ni o'qimizni tortsak bo'ladi.
yana bu yerda xatoliklar bor va bundan tashqari bizlar mana bu ko'chani narigi betiga o'tyapti. Bizlar buni qisqartirsak bo'ladi. Va natijani bizlar hozir saqlab qolamiz va bundan tashqari bizlar buni albatta atributlargacha saqlab qolamiz. Mana hisobladik. Ya'ni bizlar albatta mana hozir triggerni hozir qayta hisoblaymiz. Ya'ni trigger uralganda mana shu parcha ham shunaqa qilib almashadi. Keyin esa mana bu yerda mana xatoliklarni ko'ryapmiz. Ya'ni bu mana funksional qismimiz chiqib ketganini ko'ryapmiz va bu yerda mana shu xatoni bizlar tez tuzatsak bo'ladi. Va bu sizlarga albatta mana shu raqamlashtirish jarayonini xatolarni, ya'ni bu yerda mexanik xatolarni oldini olishga yordam beradi. Endi esa bir nazar tashlaylikchi mana shu qismlariga, ya'ni bu yerda hozir bizlarda mana ikkita xatoliklarimizni ishlov bermadik bularga. Bu ma'lumotlarda mana ko'ryapsiz mana xatoliklarimizni, ya'ni binolarning sinfi hozir munosib bo'lmayapti mana shu binoni turiga. Va endi hozir bular mana shu narsalarni hozir poligonal xatolarni yog'sak, bu narsa aniq hozir ko'zimizga tashlanadi. Va endi esa bizlar bularni tuzatishga o'taylikchi. Bu yerda xatoliklarni tuzatish uchun bizlar mana bir-biriga to'qnashib ketishini, bir-biriga o'tib ketishini bizlar hozir asboblardan, ya'ni kesib tashlash asbobidan, qaychi asbobidan foydalanamiz. Bu qanday qilib ishlaydi? Ya'ni bu yerda hozir nimadan olinishini bizlar ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bizlarga muayyan bir ya'ni uchastkalarni saqlab qolsak bo'ladi, ya'ni bir-biriga to'qnashmagan qismlarni. Yoki kichik obyektlarga bizlar bo'lib tashlasak bo'ladi, ya'ni kichik binolarni bizlar mana shunaqa yirik binoga bizlar kessak bo'ladi va bu bizlarga hamma narsani juda ham raqamli, chiroyli qilib kesib berishi mumkin. Ya'ni mana qarang, jamoat binolariga qaraydigan bo'lsak, bu yerda funksional qismi esa turar joylar bo'ladi. Ya'ni shunday xatolar ham bo'lishi mumkin bo'ladi topologiyada. Nima qilishimiz kerak? Ya'ni bu yerda bizlar mana shu turni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni jamoat binolaridan bu turar joy binolariga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bizlarga nima ma'noni anglatadi? Bu mana shu turga moslashganini ko'rsatyapti. Ya'ni qarang, bu yerda bir binoni bizlar chetda qoldirganimizni ko'rsatib beryapti. Bizlar buni raqamlashtiraylikchi tez-tez. Ya'ni bu yerda mana shu obyektlarni yaratish paneliga o'tsak, bu yerda ikkitagina ko'rsatkichlarimiz bor. Ya'ni binoni turi, binoni qavatlari soni, bu yerda ko'pgina narsalar sozlangani, ya'ni obyektlarning turlari sozlanganda mana shu ikkita ko'rsatkichlarga muvofiq, ya'ni bizlarga mana shu turar joyning kam qavatli turar joy binolarini bizlar tanlashimiz kerak edi. Ya'ni bizlar eng boshini bizlar belgilab berishimiz kerak bo'lardi. Ya'ni bularni boshini va ya'ni boshlanishini va pastini va qolgan qismlari o'zi raqamlashtirilar edi. Ya'ni oldin mana shu trace'ni asbobini bir qismi, ilg'or qismi deylik, oldin mana trassirovka qilayotganda o'zini hamma narsani biz xuddi go'yoki qo'l yozmada qilar edik. Va endi esa bizlar mana shu ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqsakchi, qarang, bizlarda bittagina xatoni bizlar istisno tariqasida belgilangangina xatoni ko'rdik. Endi esa web editorga o'tsak, hozir bu raqamlashtirish jarayonini bir ko'raylik. Qarang, xuddi shu jarayon, to'g'rimi? Bizlar buni o'tkazdik va bu yerda mana webda bizlar buni hozir joylashtirdik va yana bu yerga bir nechta obyektlarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni obyektlarni yaratish tugmasini bosaylik. Ya'ni bu yerdagi obyektlarning turlari hammasi bu yerda mavjud. Ya'ni bu yerda
barcha ko'rsatkichlarni, ya'ni bizlar shartli ravishda belgilab berdik. Men qanday baholadim? Bizlar o'ylaymanki, mana shu tarzda mana shu to'rt burchakni bizlar raqamlashtirib, keyin alohida mana binolarga belgilashim mumkin bo'ladi. Ya'ni turi ham, qavatlar soni ham bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni mana bu yerda hammasi, ya'ni alohida belgilab berilgan. Ko'rib turganingizdek, va bizlarni mana shu obyektlarimizni kichik qismlarga bo'lib chiqaman. Va shu tariqa mana mazkur asboblardan foydalangan holda men hammalarimiz o'ylaymanki, jarayonimizni tezlatsak bo'ladi. Bu judayam murakkab jarayon va albatta judayam samarali tarzda siz zarur bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Katta rahmat e'tiboringiz uchun va savollaringizga javob berishga tayyorman.